Barchaga assalomu alaykum. Uz Avtosportdan mazkur videorolikimizda biz uchun sevimli bo'lib qolgan kichkintoyimiz Daewoo Tico avtomobili haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga qaror qildik. Daewoo Tico avtomobili shahar hayotiga moslashgan bo'lib, Lotin Amerika davlatida Daewoo Fino deb ham ataladi. Tico avtomobili Janubiy Koreya davlatida 1991-yildan boshlab 2004-yilgacha ishlab chiqarilgan. Polsha va Ruminiya davlatlarida esa 2001-yilgacha chiqarilgan. O'zimizning O'zbekistonda 1996-yildan 2004-yilgacha chiqarilgan. Tico avtomobili Suzuki Alto bazasida 3-pokoleniya bo'lib, 1988-yili qurilgan. Ticoning dizayneri esa o'sha mashhur italiyalik avto dizayner Giorgetto Giugiaro bo'ladi. Uning texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, karburatorli benzinga yuradigan 796 cm3 motor bilan jihozlangan. Uzatmalar qutisi esa 5 bosqichli mexanika yoki 3 bosqichli avtomat. Mazkur avtomobil O'zbekistonda faqat mexanika uzatmalar qutisi bilan chiqarilgan. Jami 90.061 ta Tico avtomobili Andijonning Asaka zavodida ishlab chiqarilgan. Kuzov turi 5 eshikli hatchback deb ataladi. Komponovkasi esa oldi motorli, oldi tortadigan avtomobil. Uzunligi 3340 mm, kengligi 1400 mm, balandligi 1395 mm, og'irligi 640 kg, yuk olish vazni esa 280 kg. 100 km/soatga shiddat bilan chiqish vaqti 17 sekund, yuqori tezligi esa 145 km/soat. Yoqilg'i xarajatiga keladigan bo'lsak, 100 km ga shahar ichida 6.2 litr, katta yo'lda esa 4.2 litrni tashkil qiladi. Yoqilg'i baki esa 30 litrlik. Mazkur qisqacha ma'lumotimiz sizga yoqqan bo'lsa, biz xursandmiz, biz davom etamiz. Siz ham Uz Avtosportni kuzatishda davom eting.